أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Har birimiz de yaşagan vaqtda özümüzge şunday so'rovlar beramiz. Bu bigrak tayinli yaş chaqda. Qayda so'ngil gadillik, qayda so'ngil haqliq, qayda so'ngil dirislik deb gil shulay deb aytamiz. Aytadilar bit 40 ga qadar kishi gadillik, haqliq izli, 40 dan so'ng endi ularni izlawdan to'xtaydi. Şunun kebek Mana bu ulag'ayg'ash gadillik, haqliq yo'q ekan ul deb aytib qo'yamiz. Muhtaram kardeşler, gadillik, haqliq bo'lsin uchun bizga o'zimizga gadil ham haq bo'larga kerak. Mana shu gadillik ham haqliqning zo'r bir chag'ilishi bor. Ul da bo'lsa Alloh taolaga qarata. Alloh taola Qur'oni Karimda aytdi: Bismillahirrohmanirrohim. Vallazina amanu billahi va rusulihi ulaika humus siddiqun. Kim Alloh taolaga ham uning payg'ambarlarına iymon keltirgan, shul kishi haq kishi. Haqli ham diristlikni silovchi topgan kishidir. Muhtaram kardeşler, mana bu so'zlar, bu oyatlar chin darajasida bizga haqliqni, diristlikni ochib beradilar. Balay qaraganda bit, haqliq, diristlik bo'lmas u bizning dunyomizda. Agar da masalan haqliq, diristlik bo'lar ekan, biz xotinimizga aqcha olib qatarga tegish tugul. Chunki biz ishlaymiz, avul ishlamay, nechigini bizga aqcha berga tegish. Balalarimizga biz rizq berga tegish tugul. Ali tug'an balaga biz rizq berga tegish tugul. Chunki u ishlamay, ishlamagan kishi oshamay. Mana biz tilagan gadillik ham haqliq bu dunyoda yo'q muhtaram kardeşler. Lekin gadillik ham haqliq Onun tiren ma'nasi bu Alloh taolaga qaray. Alloh taola ham biz anga qarata gadil mikansan. Masalan bir kishi ayta: "Men de pensiyaga chiqqach namoz o'qiyim" de. Men aytam: "Xush. Men sizning shu javobingizga qanoat. Lekin mening bir shartim bor. Pensiyaga qadar Alloh taola bergan aybirlardan bosh tortasiz. Agarda siz Alloh taolaga rahmat aytirga tilaysiz ekan pensiyaga chiqqachqina, alaysa pensiyaga qadar Alloh taola bergan aybirlar bilan qo'llanmag'iz. Havosin sulamag'iz, rizqini oshamag'iz, ilanmagiz, ayrilmag'iz, balo topmag'iz, ishlamagiz, mashinada yurmagiz, yerda yurmagiz, ko'kda uchmag'iz. Chunki bular bitinisida Alloh taola bergan aybir. Ham tanigizni qo'llanmag'iz." Alloh ayta: "Alay bo'lmay bitin bo'ldi." Aytam: "Alay bo'lmag'ach, Alloh taola bergan aybirlarga to'lamichada bo'lmay." Mana bu haqliq. Mana bu gadillik muhtaram kardeşler. Mana shu gadillikni buldirmaycha biz o'z aramizda bir-birimizning orasida gadillikni buldira olmaymiz. Biz sirimiz bit gadillik o'zimizga qarata. Biz sirimiz gadillik g'aylabizga, yaqin tuğanlarga qarata. Ani ishlabsin olaysa, ko'p kishi Alloh taolaga qarata gadil tugul. Alloh taola aytdi: "Ko'p kishilardi zolimlar, ya'ni ziyon keltiruvchilar, gadilsizlardi." Lekin nindi gadilsizlik ul? Alloh taolani tanimau gadilsizligi. Ul buyuk qudratli Alloh. Biz onu tanımayız. Mana bu muhtaram kardeşler, haqsızlık o'zine ko'ra. Mana shulay aytib, hatto bir xotin qiz bilan da silashirga to'g'ri keldi. Men aytam: "Siz Allohga ishonasizmi?" dedim. "Ishonam" dedi. Siz o'tiysizmi Alloh taolaning aytgan amirlarin ya bo'lmasa u so'ragan aybirlarni dedi. U aytdi: "Yo'q" dedi. "Men Allohga de ko'nglimda, tiranda o'zimcha ishonam" dedi. Alaysa aytam: "Shaltiratыгыз, o'zingizning direktoringizga ham aytingiz. Falan ko'nglimda, tiranda men sizni ehtirom etam, lekin bugungi kundan ishga chiqmayim. Bugungi kundan sizning amringizni o'tamayim. Siz menga zarplatini ega keltirib beringiz" dedi. Bu mümkün hal tugul. O kishi aytdi: "Sen jullardi ham seni ishdan qova." Mana bizda shulay tugul mikan Alloh taolaga qarata. Ko'nglimizda ishonamiz deb, lekin shulq vaqtda anga qarata bo'lgan tiyishli, haqli ham gadil munosabatni ko'rsatamiz mikan? Mana shu so'rovni bizga bersak edi. Ham ondan so'ng endi bir-birimizning orasida bo'lgan gadillikka da borib yetirimiz Alloh bersa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.